harbiy operatsiyani boshlashdan boshqa chorasi qolmasligi mumkin deb hisoblayotgani xabar bergan edi. Orolni egallash rejalari haqida Axios ham yozgan. Financial Times va News bir nechta harbiy sanoat korporatsiyalari bilan kelishuv imzolagan. Rossiya Ukrainaga bir kecha kunduzda qariyb 1000 ta dron uchirdi. Rossiya armiyasi shundan so'ng seshanba kuni kunduzgi vaqtga kutilmaganda yana 556 dronlar mamlakat g'arbidagi shaharlarga zarar bergan. Prezident Vladimir Zelenskiy hujumlar oqibatida mamlakatning 11 viloyatiga zarar yetkazilganini aytgan. Qo'shni Moldova hukumati Rossiya zarbalari oqibatida Yevropa bilan bog'lanish asosiy qo'shinlari Sharqiy frontda xususan Donetsk so'zlariga ko'ra, Washingtonning diqqatli e'tibori Eron urushiga qaratilgani sababli Ukraina Patriot raketalar taqchilligiga duch kelishi mumkin. Ukrainskiy Pravda nashrining Florida shtatida o'tgan muzokaralarga tayanib xabar berildi. Ukrainaga Donetsk viloyatidan qo'shinlarni olib chiqish bo'yicha bosim o'tkazgan. Aks holda Washington tinchlik muzokaralaridan chekinib e'tiborni Eronga qaratish mumkinligidan faqat G'arbdan qat'iy xavfsizlik kafolatlari olingan taqdirdagina mumkinligini ta'kidlamoqda. Turkiya arab davlatlarini Eron bilan urushmaslikka ko'ndirmoqchi. Diplomatlari Eron zarbalariga uchragan arab davlatlari bilan faol maslahatlashuvlar olib bormoqda. Elchilar ularni haqidagi mojaroda bevosita harbiy ishtirokchidan kelishganlamoqda. Bu haqda Bloomberg Turkiya tashqi ishlar vazirligidagi manbalarga tayanib xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Anqara arab davlatlarining jangovar harakatlariga manbalarning ta'kidlashicha, Turkiya diplomatiyasi eskalatsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun
Tehron va arab poytaxtlarida aloqa kanallaridan foydalanmoqda. Amerikani yomon ko'rib qoldi. Tramp urushdan qanday chiqishni, nimani g'alabada e'lon qilishni bilmayapti. Bir so'z bilan aytganda, urush chinakam bo'lishi deb ko'chirib turibdi. Hozirda shohda gaplashamiz. Kecha Donald Tramp amerikaliklar Eron bilan muloqot qilgani, bu muloqotdagi ohang unga yoqqani uchun